Salom do'stlar, sizlar bilan Lela 23 kanalida va bugun yana chiroyli kontent qilishga harakat qilaman. Kattaroq balans bilan, kattaroq strategiya yordamida kattaroq summani jackpot urib chiqishga harakat qilamiz. Bir 1200 dollar depozit qilamiz. Tak do'stlar, bu YouTube kanal sizlar uchun yangi maxsus ochilgan. Sizlardan like, kommentariy va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Iloji boricha podдержкада bo'lsanglar, mana shu Lela 23 kanalimizda 100 tadan oshgandan keyin 100 dollarni chata qilib tarqatib beraman. O'yinimiz do'stlar, qaranglar. 3 ta 8 tars kontorasiga bo'ladi va Apple of Fortunaga birinchi strategiyamni ko'rsatib beraman. Mayda summadan ko'rsataman. Nima uchun? Har 3 tada dagon bilan o'ynaladi, 9 marta o'ynaladi. 9 ta o'yinning ichida 100 talik javob berishi aniq bo'ladi. Faqat men qaysi katelarni ochayotganim esingizda tursin. Bo'ldi, esingizdan chiqmasa bo'ldi shu narsa o'rtoqlar. Maksimalniy podдержка sizlardan prosta ayalmasin. Ko'rib turibsizlar, bittada o'xshab beryapti. Bittada. Nima uchun bittada o'xshab beryapti? Sababi do'stlar, bu strategiya o'xshab berishligi uchun Lela 23 promo kodidan ro'yxatdan o'tkazilgan va yangi akkaunt ochilgan. 11 koeffitsiyentda olsanglar bo'ladi. 11 koeffitsiyentgacha strategiyam, lekin men bu yerda hozir bitta risk qilaman, ya'ni 27 koeffitsiyentga beradimi, bermaydimi bilmayman, risk qilaman. O'yman yo'q, vashshe chotki o'rtoqlar olamiz. Chunki 100% 27 koeffitsiyentda 5 berishini bilardim, ana shuning uchun yorvordim. Yorvoration bo'ldi. Bitta o'xshab berdi. Faqat esingizda bo'lsin strategiya. Agar strategiyani yodlab olmoqchi bo'lsanglar, videoni ozgina orqaga qaytarib screenshot qilib olsanglar ham bo'ladi. Keyingi o'yinimiz pad 7 natga bo'ladi. Buni ham mayda summadan ko'rsatib beraman do'stlar. Iloji boricha maksimal podдержкада bo'lsanglar bo'ldi o'rtoqlar. Tak, ketdik. Tak, uchuv birlar bor va endi biz 7 ga harakat qilamiz. Masalan, 45 mingdan. Bittada yo'q, ikkitada yo'q, uchtada yo'q. Har 3 tada dagon qilamiz o'rtoqlar. Bittada yo'q, ikkitada bor. Endi xuddi shu taktikani menshidan davom ettiramiz. Birlar bor, birlardan keyin ya'ni endi 55 mingdan. Bu sizlarga strategiyani qay darajada o'xshab berishligini isbot tariqasida ko'rsatib beraman xolos. Ko'rib turibsizlar, 3-urinishimizda beryapti o'rtoqlar. Endi misol uchun sizlar balansinglardan kelib chiqib tikib o'ynasanglar ham bo'ladi. Prosta masalaga iloji boricha oqizib yormasdan, misol uchun endi taktikalar, strategiyalar har 9 ta o'yinni ichida o'xshab beradi. Esingizda bo'lsin. Birinchi o'yin urinish 3 ta, 3 dan keyin dagon qiladi, yana 3 ta. Ikkinchi dagonimiz 6 ta tugayaptimi? Uchinchi dagonimizda yana 3 ta, 9 ta o'yinning ichida 100 talik javob o'xshab beradi strategiya. Faqat yangi akkaunt ochasizlar va promo kod bilan ro'yxatdan o'tasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, endigi keyingi o'yinimiz 21 ochkosiga bo'ladi. 21 ochkosini o'ynamaganlar, tushunmaganlarga ko'rsatib beraman. Birinchi biza minimal misol balansimizdan kelib chiqib tiksak bo'ladi. 122 ming tikaman. 500. Xo'p, eslatib o'taman. 13 dan keyin 85% 21 dan yuqori koeffitsient beradi. Dillarda 6, lekin biz bu yerda 100% yeshoni ochishga majburmiz. Nima uchun o'rtoqlar? Yeshoni ochmasak agar bizaga hozir stopni bossak 13 dan yuqori 21 dan past berishi ham mumkin. Shuning uchun bitta yeshoni ochamiz. Tak, Wi-Fi yoqamiz. Telefon kelib qoldi o'rtoqlar menga. Shuni hisobiga. Ko'rdinglarmi? 13 dan keyin 100% katta koeffitsient berishini bilgandim o'rtoqlar. 17 ga 8. Bu yerda majburmiz stop bosishga. Endi bu yerda yana dagon qilamiz. 14 ga 7 majburmiz va уже stop bosamiz. Yaxshi. G'alabani orqasidan 100% g'alaba berishi aniqligini bilganligim uchun dedim, lekin dagonimiz bilan bo'lish kerak. Mana bu yerda bizga g'alaba. Shu summadan men yana bitta risk qilaman o'rtoqlar, chunki orqama kettilikda mag'lubiyat ko'payib ketdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Balansimizni 20 millionga ko'tardik. 5 million prosta hozir foydadamiz. Iloji boricha taktikalar, strategiyalardan chekkiga chiqmagan holatda o'ynaylar o'rtoqlar. Xo'p,
bunga ham strategiya ko'rsatib beraman. 0-3 yoki 0-5 yoki orqama ketdilik 4 ta mag'lubiyatdan keyin biza balansni ko'taramiz. 0-3-0-9 ishlaganda ko'tarib bo'lmaydi. Zangor ham ishladi. 0-3. Mana endi ko'tarsak bo'ladi agar ishlamasa. Tak, misol uchun 450. Voy, 450 ming tikaman deb 4.500.000 tikib yuboraman o'rtoqlar. Oy. Bitta risk qilaman, boshqa iloji yo'q. Voy, Peter. Zakonni azartga kirdim. Lekin mana bunaqa taktika ham qilib turish kerak, lekin plyusga chiqmadim hali. Prosta yedirdim. 450 ming tikaman deb sizlarga strategiya ko'rsatib beraman deb 4,5 million tikib borib, lekin balansni orqaga oqqizib bordim. Zakonni oqqizdim o'rtoqlar. Davay. 0,3 bitta kattaroq koeffitsient tushib bizani qutqarib bermasa bo'lmaydi. Uju max tikishga majburman. Bitta kattaroq koeffitsient bersa yaxshi bo'lardi. Davay. Bizani qutqarish kerak chunki. Пожалуйста, bizani qutqarmasa voshim bo'lmaydi. Iltimos. Max 0,8. Yana max 0,3. Hop. Yana max. Yana 0,3. Kristal ishlaydi, necha koeffitsient bilmayman, 1,6. Tepadan qizil tushib bersa qutqarishi mumkin. Tak, yana 0,3. Addushi oqqizdim. Ko'rib turibsizlar do'stlar, addushi oqqizdim. Prosta 450 ming tikaman deb 4,5 million tikib borganim bu yerda meni juda ham katta xatoyim bo'ldi. Endi ko'tarib ola olamizmi yo'qmi bilmayman. Zakonni minusda chiqib kelyapman. Nima qilamiz? Crash pointsga kiramiz o'rtoqlar. Tak. Boshqa ilojim yo'q. Majburman. Balkim ko'tarib ola olurman o'rtoqlar. Balkim, yana lekin bilmadim. Tak, bittasini oldim, bittasini ola olmadim. Ko'ramiz, balkim ko'tarib ola olurman, balkim ko'tarib ola olmasman. To'qson bir 951. Endi shunaqasi ham bo'lib turadi, nima deysizlar? Mag'lubiyatini ko'rsatgan inson mard inson hisoblaniladi. Prosta hozir men bu yerda sizlarga cho'tki ko'tarib kelayotgan joyimda mag'lubiyat bo'lib qoldi. Lekin mag'lubiyatni ham ko'rsatib turish kerak. Mag'lubiyatni ham ko'rsatish bu mardlik hisoblanadi. Xo'p, o'rtoqlar, sizlar bilan 3-8 dars kontorasida bo'ldik. Lekin cho'tki ko'tarayotgan joyimda kristaldan ham yaxshi beryotdi. Bu yerda men o'zimni azartim, nafsim kuchlilik qilib ketdi. Asabim ham buzilib qoldi. 450 ming tikishga 4,5 million tikib bordim. 450 ming tikkanimda ham plyus bilan chiqib kelgan bo'lardim, ozgina bo'lsa ham, lekin mayli shunaqasi ham bo'ladi. Xo'p, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Bizning promokodimiz Layla 23 promokodi. Основной promokoddan ro'yxatdan o'tayotganda yozish esdan chiqmasin. Telegram kanalimga esa o'tib olinglar o'rtoqlar. Aviatorga signal berishni har kuni kechqurun boshlayman va kunduzi ham vaqti-vaqtiga qarab berib turaman. Sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.